adı bakanda gelmişim meydanda giripken kucak. Bugün bu ütü tuturga bir bizi bir heykel durdu bağda tenha, üstüde pença kolu da yara. Men onu tonattım, tonamadım o. Çünkü o igilde men peste bırak. Men onu tonattım, tonamadım o. Çünkü o igilde men peste bırak. Biz ikimiz dost bolgan adı bakanda gelmişim meydanda giripken kucak. Bugün bu ütü tuturga bir bizi men peste kaptım en çakkanda yanak. Bugün bu ütü tuturga bir bizi men peste kaptım en çakkanda yanak. Ayrılmak, koşmak biz digini kini. Acaba unturak o kaldı kanda.
Közümden o dinip dilimde pırar. Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddiqinning ichiga tiqvatgan edi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Bugungi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Talas Story naq maydon tarqatishimizning 7-sonini xush keldinglar. Men riyosatchi Marsamas bilan. Bugungi qadrli mehmonimiz Nijat Turg'un afandim. Bak sizlar ko'rib turgandek Sharq Turkiston mustaqillik davosida izchil g'armay turmay ko'rish qilgan qarindoshlarımızdan birisi ham xalqaro munosabatniki bizning oramizda davomli taklifni qilib bizga bo'lgan xalqaro munosabatda bilim ve tekliflerini sunulduğun kıyafetimiz Nijat Turg'un bo'ladi. Yana bir qadrli mehmonimiz olsa, sizlar ko'rib turgandek Dilyar Musabay. Xush keldinglar ekranimizga, qimmatli vaqtinglarni chiqarib Dilyar, Nijat Turg'un. Rahmat, hoş bulduk. Bugungi asosiy temamiz bo'lsa, Amerika saylamidan keyingi dunyo vaziyati. Sizlar ko'rib turgandek bu qitimliq saylamda Trump afandim yengib chiqdi. Endi yangi hükümet çıkıdı. Sizler görgəndək aldığımızda. Endi müşahidən başlayıq sualını. Bu sual Nijat Turg'un efendim sizge. Yangi hükümet çıqqandan keyin Amerikanın siyaseti özgürüş buludu. Bu hemimizge ayan. Undaq olsa, yangi hükümetke Trump hazır sayılgan asaslı mesela bexatarlik ministri deyimiz, tashqi ishlar ministri deyimiz, qonun chiqadigan o'rni ministrlarniki saylanish hozir ahvol qanday bo'ldi? Ham buningki hozir o'zimizning o'sha dunyo vaziyatiga va Amerikaning ba'zan ichki vaziyatlari qanday ta'sir qildi? Shu to'g'ri ozroq qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz. Sualınız için köp rahmet. Bu Amerika'daki sayılam elbette özü Amerika devleti işçil bo'lgan bilan, ama bütün dünyanınki siyasi, iqtisodiy, diplomatiya, xavfsizlik nurg'un narsalarga vositalik va bevosita ta'sir ko'rsatgan cho'ng bir saylam. Bu saylamda Trump efendim yengendan keyin o'zininki birga xizmat qilgan ministerlik kabinetini e'lon qildi. Buning ichida diqqat tortadigan bir necha nuqtalar var. Birisi tashqi ishlar nimasiga ministerlikga Mark Rubio efendimni taklif qildi. Bu 15 yıldan buyon bu Xitoyga munosabatlik nimada ishlarda Amerikaning siyaset belgelash yuqori palatasi, avam palatasida bu izchil yaxshi xizmatda bo'lgan. Sharq Turkiston masalasiga aloqador nurg'un fikr va takliflarni qonun loyihasini o'tirib qo'ygan odam. Anandan keyin ikkinchi narsa, ikkinchi muhim odam bo'lsa, bu bexatarlik maslahatchisi Mike Waltz deydi. Bu odammi Xitoyga nihoyatda qattiq Amerika Xitoyninki shakllantirayotgan tahdid to'g'riliq nihoyatda cho'nqur bilimga ega va Sharq Turkiston masalasiga nihoyatda yaxshi qaraydigan bir odamninki birisi. Uchinchi narsa, bu kona askar, ya'ni askariy sohadan kelgan Peter deydigan bu odamni bu mudofaa ministrligiga ko'rsatdi. Bu uch odam ham Amerikaninki buningki siyosiy va xavfsizlik masalalarida cho'ng rol o'ynaydigan odamlar. Bularning hammasi Amerikaninki buningki tashqi siyosatda, xavfsizlik siyosatida nihoyatda muhim rollarni o'ynaydi. Buningdan qaraganda Trump bu asosliq tashqi siyosatida o'ziga eng cho'ng tahdid shakllantirayotgan Xitoyga asosiy kuchini qaratadiganligining derak berdi deb qarayman bu yerda hozir. Rahmat javobingizga. Mudofaa ministrini ismini yana bitta o'tib ketgan bo'lsangiz, qarindoshlarimiz anlagan. Peter Hegmo shundaroq bo'laymi, xatolashmasam, ammo o'z ismi Peter. Bu Iroq va Afg'onistonda askariy xizmatda bo'lgan, mo'l askariy bilim tajribasiga ega bo'lgan bir peshqadam bir askar. Ve shuningdan birlikda bu Fox News'imiz izchil
Xitoy to'g'riliq siyosiy kommentarlarni berib kelgan va Xitoyning tahdidiga bo'lib xavfsizlik tahdidiga nihoyat yaxshi biladigan va cho'nqur tunib yetgan va Xitoyga qattiq qo'l bo'lishni tashabbus qiladigan bir odamning birisi. Mush to'g'riliq qanday bir shu savolim bor, lekin buni oxirroq aytib qo'yaylik. Hozir bizningki shaxslar bo'lib diasporadagi Sharq Turkistonliklar bo'lsin yoki bo'lmasa chet elliklar bo'lsin, hozir eng qiziqib turgan masala hukumat almashgandan keyin Tramp afandim chiqqandan keyin davlatlar bilan bo'lgan munosabati bo'lib Rossiya, Ukraina bilan bo'lgan munosabatiga bakrak qiziqyotidi. Shu to'g'ri azroq bir tushunish bergan bo'lsangiz. Rahmat. Albatta bu bugungi kunda davom qilayotgan bir ikkidan urush var. Birisi 20 aydan buyon Rossiyaning Ukraina deb kelayotgan urushi, ikkinchisi O'rta Sharqdagi urush. Bu ikkilisi ham Amerikaninki tashqi siyosatida muhim to'xtalayotgan masalalarning birisi. Bo'libmi Trump saylamdan burun men huquqqa chiqqandan keyin 24 soat ichida bu urushni to'xtatama deb degan so'zlar bor. Albatta bu biroz ters bo'lishi mumkin. Ama Trump 2016-2017 yılı çıkan çağdımı Rusya bilan munosabatni yaxshilashga tirishib, Rossiyani yana tortish orqali Xitoyni yolg'iz qoldirish va Xitoyni bir taraf qilishga jiq markazlashgan. Bu qitimqi tashqi siyosatimiz shuni ko'rishga bo'ladi, ya'ni Rossiya bilan bo'lgan jidalni oxirlashtirish orqali O'rta Sharqdagi urushlarni pasaytirish yoki oxirlashtirish orqali Xitoyga asosiy kuchni markazlash. Chunki Amerikaninki bu necha maydonda bu urushga aralashishi, uni qo'llashi Amerikaninki kuchini xo'ritadigan bir masala uchun. Endi bu urushning bo'lishi bilan Yevropa ittifoqininki bu Rossiyaga qarta qilayotgan qo'llashini, Ukraina qarta qilayotgan qo'llashi Rossiyani Xitoyning qo'yniga ishtirib berdi kuch qilguchi bu narsa. Bu endi Xitoyning kuchini texmi kuchlantirdi. Masalan, hozir Rossiyaga ergashib Shimoliy Koreyadan askarlar keldi Rossiyadagi urush maydoniga. Ondan keyin bunga Iran qo'shildi. Shimoliy Koreya, Rossiya, Xitoy va Iran to'rti bir mustabid to'rti bir davlatning hokimiyati. Bular bir kuchli bir ittifoq hosil qilgan chog'da buni Amerikaninki xavfsizlik maslahatchisi koni Brezinskiy ogohlantirgan uchun bu shu davlatlarninki bir askariy ittifoqni tuzishidan bunun Amerika uchun bir qabahatlik bir tush bo'ldi deb. Bu nuqta aytgan chog'da Trump agarda bu Ukraina masalasini hal qilish bilan Rossiya bilan bo'lgan bu to'qinishni, ziddiyatni yaxshi hal qila olsa, bu orqali Xitoyni yolg'iz qoldirib, Xitoyga asosiy kuchini qoldira olsa, Amerikaning asosiy kuchini Xitoy qarta olsa, bu Amerika uchun foydali bir qadam bo'ladi deb qarayman. Shu birinchi qiladigan ishi bu Ukraina urushini to'xtatishga qadam bosishi mumkin. Bu biz uchun bir xo'sh xabar bo'ldi agar shunday bo'lsa. Endi davomli shu Rossiya, Ukraina masalasi yoki bo'lmasa Iran, Shimoliy Koreya to'g'rilaganda yadro masalasini o'tirib chiquvchi. Mush to'g'ri azroq bir tushunish bergan bo'lsangiz. Shu masalalar ularni qanday bo'ladi, yadro qurolini ishlatish ehtimoli bormi shekilli uchun? Yadro qurollarining ikki xil qilish albatta bu. Hem mudofaa xarakteriga, hem hujum xarakteriga. Albatta buningki normal siyosiy vaziyatda asosiy mudofaa xarakterdagi bu qilishni planlayotgan holatda, bu yadro qurollarini ko'rsatgan holatda qarshi tarafning urushni yuqori seviyaga ko'tarmaslikni oldini oladigan bir xususiyati bor. Masalan, sovuq munosabatlar urush qarasaqmi, bu boshqa asrlarga qaraganda nisbatan cho'ng kuchlarning o'zaro bir-biriga udul to'qinishib qolmagan holati bor. Masalan, bu yerda Biden hukumatining bir qilgan bir narsa bor, cho'ng Amerikani urushga patqiq bitib qo'yish uchun. Yana yillardan buyon deb kelayotganki, uzun musofirlik bombalarni atmaslik to'g'risida, ya'ni Rossiyaning territoriyasi ichiga. Biden bunga ruxsat berdi. Ya'ni Angliyaga salgan bombani Ukraina Rossiyaga atdi. Ama bu atgan bombaninki zamir bomba bilan raketa bilan to'g'risi. Buningki unchalik chiq o'lim hadisi hal qilganligi, ular Rossiyaga ig'ir zarba, ig'ir chiqimlar qilganligini ko'rolmaymiz. Ya'ni u narsaning cheklik bir soni bor. Bu orqali Rossiya bilan Ukrainaning urushini oqib qaytarg'ili olmaydigan va asliga kelish tez bo'lgan bir holatga akilish orqali Trumpning hokimiyatga kelgandan keyin Rossiya bilan bo'lgan diplomatik yarashishni, bu urushni to'xtatish masalasini təslashtirib yetadigan bir qadamini, yəni tozaq qurib qo'ygandek bir narsani ko'ryapmiz. Buni qarata Putin ham nazokat bilan bir javob berdi. Yəni qit'alararo hal qilgan bir bombasini qaytarma atdi-yu, ammo uningga qatqiladigan yadro qurolini qatmadi.
qatmaslıqdagi sebep yani Amerikaga bir signalni beryapti bu urushninki avji elib Rossiyaning bevosita NATO davlatlari bilan urushga kirib ketishning oldini urushga kirgim yo'q deydigan bir signalni beryapti. Yani bu bir hisobda Putinmi bu urushni bir natijaga bog'lashga tirishayotganlik bir tirishchanligini ko'ramiz. Hamda Trump kelgicha bu hozir hokimiyat tutayotgan Biden hukumati agar cho'ng xatoliklarni yoki ma'lum to'zoqlarni qurib Amerikani to'xtatib olmaydigan bir bu Rossiya urushini to'xtatib olmaydigan bir kelib qo'ymasa Trump belgilik qadamlarni ilish orqali bu Rossiya bilan kelishishi mumkin. İlyas, sizningki Dilakbek shu to'g'riliq ko'z qarashingiz bir anglab baqqan bo'lsak, yadro qurollar masalasini to'g'riliq. Buldu. Memmu asasen Necat Bey'nin degeniga qo'shilaman. Yani yadro urushi chiqmaydi. Çünkü yadro urushi chiqdi degan gap zaten o yadro bombasini bir-birisiga etishning hojati yo'q. Faqat o'zidagi bombani o'zi portlatsalar yashar tugaydi amaliyotda. Shuning uchun yadro urushi chiqmaydi. Faqat bu yerda hozir Necat Bey'nin degandek bir mesajlashish va bir-birisiga, ya'ni Yevropaning Bidenning qilmoqchig'ini va Yevropaning qilmoqchig'ini shu Trump chiqqandan keyin bu ishni tez hal qilib etmasin deb bir qalamqanchilik chiqarib qo'yish. Bo'lsa bu ish keyniga qaytmaydigan ve Biden nima Trumpning bir 8-9 yilda 1-2 yilni oladigan bir murakkab masala qilib o'tish uchun qilayotgan ish. Ammo Putinning bu yadro qurollarni ep mangalaydigan bombani assimi uni albatta quruq atadi, uni bomba selib atmaydi yadro bombasini. Bu yerdan bergan mesaj shu Trumpga berilgan mesaj, ya'ni sana keyin ishni osonlashtirman deb. Ya'ni bu hozirgi hodisada Trump chiqqandan keyin urush to'xtataman desa, qaranglar men bir yadro urushining oldini oldim degan shaklda nihoyat cho'ng bir narsa, ya'ni xalqqa bu urush to'xtatish kerak deganda demokratlar sakrab chiqadi. Biz Ukrainani mushta satamdiq deb. Shu bilan Trump nim deydi? Undan sonra yadro urushi ko'rishni xohlamasa, agar xohlamasang bu urushni to'xtatamiz deydi. Shunga Putinning qilgani butunlay Trumpga pas chiqarish, ya'ni bu ishni oson hal qilish uchun. Yevropaning va Bidenning qilgani esa ishini taslashtirish uchun qilgan ish deb qarayman. Hammasi siyosiy, ya'ni bu yerda yadro urushi bo'lmagan va askariy harakat emas deb qarayman. Unda Xusiyan bir hammamizning qiziqadigan bir temasi chiqdi bu yerda. Necat Turg'un efendim Arif'ten NATO'ni tepki ketdi. Trump chiqqandan keyin Amerikaning NATO bilan bo'lgan munosabati qanday bo'ldi? Andan keyin bunun qo'shib BDT bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Solmang'imi Dilyar efendim? Bu erkin qaysinglar olsanglar bo'ldi. Men sizning ismingizni chaqirdim, agar siz Dilyarga o'tkazib bersangiz bo'ldi. Dilyar Bey söylesin ben onun için katayım. Buldu. Rahmet bana sorgan sualınız için. Birincisi BDT bilen Trump'ның biz aldığımız karardı, yani Trump'ның aldığımız kararını köye vaktimizde Trump'ның BDT bilen münasebet pek yaxşı olmadı. Yani BDT'ni Xitayning kontrolü uçup gitip olgan organ degan şekilde insan hakları komitesinden çekinip çıktı hatta ve BDT'ye berdiğin yardımlarını kesimiz degandek nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Shuning uchun bu qitimmi agarda yana America First, yani Amerika birinchi o'rin turdi deydigan nemis bilan mang'izdigan shu bo'lsa, shu siyosatni kuchli qo'ydigan shu bo'lsa ki hozir o'rinlarga qo'ygan Abay Nijatbek sanab chiqqan odamlarga qarasak texmi qattiq keldi bu qitim Trump. Shunga BDT bilan munosabati pek yaxshi bo'lmaydi deb qarayman. BDT'ni nima qildi deb qarayman, ya'ni uni BDT'ga qattiq tanqidlarni qildi deb qarayman. Lekin NATO bilan bo'lgan munosabatmi bu menimcha Trumpning bir ojizligi, ya'ni tashqi siyosatining bir ojiz tarafi. Trump Amerika birinchi o'rin turdi degan siyosatda manganda NATOdan jiroqlashib ketdi Amerika. Va Trump chiqqandan keyin agar birinchi qarordiki, ya'ni shu burunqi nimani ipmansa, burunqi siyosatiga o'xshash siyosat ipmansa, o vaqtida NATO ojizlaydi. Hatto elitillam saylamdalam tek chiqmay turib kampanya jarayonida dediki, Yevropa davlatlari o'zining 2% GDP'sini mudofaaga ishlatish kerak. Biz nima ish qilamiz, qo'dindigan pulni biz nima ish to'laymiz degan gapni yana ishlatdi bu kampanya jarayonida. Ya'ni Yevropa davlatlarininki NATO'ning boshqa a'zolarininki pulini biz to'lamaymiz deb yana qattiq chiqishi mumkin. Chunki tijorat nuqtasidan qaraydi bu odam, tijoratchi o'zi.
Unda bo'lganken NATO ojizlaydi deb qarayman burunga qaraganda. Hatto ayliqi Makronning NATOning mingisi o'ldi, endi Yevropa armiyasi qurilishi kerak degandek gaplari qaytadan chiqishi mumkin. Shunga Amerika birinchi deb Amerikani asos o'rin qo'yganken xalqarалық narsalarda biraz jiroqlashadigan ish chiqadi xalqarалық dunyodan ittifoqdoshlaridan. Ammo ig'irligini Osiyoga berib, Yaponiya va bu yerdagi boshqa davlatlar bilan yaqinlashib, NATO biraz ojizlaydi deb o'ylayman. Bu yerda hozir Yaponiya va boshqa davlatlarning o'rtaga chiqadigan so'zni. Undaqsi savol, Yaponiya va Hindiston bilan bo'lgan, Amerikaning Yaponiya va Hindiston bilan bo'lgan munosabati qanday o'zgarish bo'ldi? Bunga Yaponiya elbette ben kireyim de olsa. Yaponiya elbette Amerika'nın keşkin dünya uğraştığından ki bu Şarkı Asya rayonundaki en mühim ittifaktaş devletlerinden biri. Hem Yaponiya mı özünün xavfsizligini mutlak köp sanda Amerika'nınki Amerika'ya tapşırıqlıq aslında bütünlüğü emas endi. Çünkü devletler halkara münasebette bütün xavfsizligini, ilgilik hukukunu bir devletke tapşırıp berilmeydi ama Yaponiya'nın kurulup çıkışı, askeri bu xavfsizlik sahasındaki, bir xatarlik sahasındaki nesirde garanti, yani kapaletçi devlet olsa Amerika. Amerika'nınki qanda pozisiya tutuşuga qaraydı. Trump aldınqı nimede hukuk tutqanda Yaponiya bilan dastlabda onda bek nemi qilmagan diye undacık ehmiyet Abay Dilyarbek degandek bir tashlab qo'yishdek biraz burunqilarga qaraganda biraz ehmiyet bermagandek bir nima ko'rinish bordi. Keyin barabar bu narsa yaxshi bo'ldi. Masalan, hozir Yaponiya bilan bo'lgan Quad deydigan bir Yaponiya, Hindiston, Avustraliya, Amerika bu to'rtininki bir askeri hamkorlik bir nimasi bor, bir gruppasi. Bu yana bu davlatlarning o'zaro hamkorlashish, Xitoy tahdidi bo'lgan o'rtaq javob berishlik narsalar bor. Yaponiya undan boshqa Xitoyning tahdidini eng cho'ng his qilayotgan davlatlar. Masalan, buni nelerden ko'ralaymiz? Yaponiyaning o'zining yangidan chiqargan xavfsizlik nimasi qarasaqmi, strategiyasi qarasaqmi, Xitoyni Yaponiya uchun eng cho'ng shakllantirayotgan tahdid deb qaraydi. Analikin bu Şarkı Janubiy Osiyoga mı Yaponiya bu davlatlarniki Xitoyning iqtisodiy jihatdan bağlanıp kalayotgan ticaret ve meblag' silish jihatdan buni azaytish uchun Yaponiya ko'rinarli holatda bu Filippin olsun, bu yerdagi davlatlarga meblag' silish orqali bu davlatlarni Xitoy besimidan qutuldirishga harakat qilyapti. Lekin masalan ba'zi davlatlar masalan Filippin bilan bu askeri o'zaro bir ittifoq darajasiga bormadi, hamda askeri hamkorlik nimasini kelishimini tuzdi. Tayvanga urush qilgan chog'da agar Xitoy hujum qilib qolsa, Yaponiya biz aralashamiz degan bu so'zlarni mi dedi? Hem Yaponiyanınki maqatimki saylangan ministri Ishibamu bu Yaponiya nimeninki NATO'nun Asiyadaki NATO'nu kurup çıkaman degan sözünü neçketim tilga aldı ve bu tirişçalıktan bulundu mesela. Yani Yaponiya Xitoyninki bu mesela şu Şarkı Asiyada bir nim katay. 4 tane rayon var. Bu xavfsizlik nimesi bir qaynayotgancha. Bunun endi benzin tükülgen rayon deymiz endi bunu. Birisi Şimali Koreya bilan Janubiy Koreyadagi bu rayon, bu yerdagi meridian 38-sızıq. Analikin Yaponiyadagi bu Xitoyning Xitoy sharqiy dengizi deydi. Bu ikkinchi rayon. Üçüncüsü Tayvan rayoni, Tayvan nimasi bölgesi. Üçüncü bo'lsa bu sharqiy janubiy Xitoy dengizi deydi. Bu 4 rayon endi bu yerdagi ziddiyatlarga yetarli benzin tükülgen ve Xitoy bu 4 rayonning hammasiga bir tehdit ve urushlarning nimasiga sababchi bo'lishi mumkin deb qaralayotgan davlatlar. Amerikami bu shuning uchun bu yerga eng cho'ng o'zininki tashqi nimadagi askariy bazasini qurug'liq. Masalan, Yaponiya, Koreyaning o'zidamki 82 ming Amerika askari var ve o'zininki bu yerdagi general nimasini 3-darajalik saviyaga ko'tardi masalanchi. Analikin Şimali Yaponiya, Janubiy Koreya ve Amerika bu üçümü üç taraflamalık o'zaro askeri ittifoq ve hamkorlik nimasini uzun musafirlik raketalarni etishning nimasini birlikda tuzib harakat qilyapti. Bu umumiy narsani yig'inchoqlagan nima degan chog'da Yaponiyaninki Xitoy tahdidiga nihoyatda jiddiy qarayotganligi va o'zining ittifoqdosh davlatlari hamkorlashuvchi davlatlar bilan birlashib Xitoy tahdidiga javob berishga qilayotgan tirishchanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Undaqsı Hindiston bilan bo'lgan munosabatni qisqacha deb o'tib ketdingiz. Hindiston shu Xitoy tahdidiga bir
tadbirni ivatqanda valla chekimlandı mesela Trump hükümeti çıkkandan keyin özgürüş bo'ladi. Albatta Hindistonninki Xitoy bilan real nimadan xaritadan qarsak 3 tane rayon bor. Bu yerda chegara hal bo'lmagan masalasi. Ama yaqinqi matbuotlarda mesela bu BRICS altın kesəklər dövlətləri yığınında bolsun Xitayninki Xitayning nimasi bilan boshlig'i davlat boshlig'i Xi Jinping bilan Modininki kelishganligi va bu rayondan askarlarni chekindirishga harakat qilganlik nimasini ko'ryapmiz. Ama bu bir tarafdan qarsak bular o'zaro munosabatlarni yaxshilagandek ko'rinyapti. Ama ishning arka görünüşe qarsak, ikili taraf bu rayonda, əməliyyatda bu rayonda logistik, yani hul əsləhələrini, yani uruşqa tayyorlik qildigan hul əsləhələrini canlandırış nimasini kuchayotidi. Bu yerda hech qachon yarışib ketgan narsa yo'q. Ama Xitoyning buni qilishniki Xitoy tarafdan o'ylaganda Xitoy bu yerda Amerika bilan jiddiy har qaysi sohalarda to'qinishayotgan bir mezgilda urushni necha tarafdan aşmaslıqның bir nimasini davatıdı mesela nima tarafdan. Hindiston tarafdan bo'lsa, Hindistonning asosiy siyosiy nimasi 3ga bo'lindi. Askeri millatchilar, normal millatchilar, andan keyin bu globalchilar deb Hindistonda 3 asosiy siyosiy kuch bor. Buninki Hindistonninki iqtisodiy nimasida Xitoyga ziyoda bog'lanib qolgan bir narsa bor. Buni hozir Xitoy bilan askeriy bir to'qinishga kirishninki to'g'ri emasligi deb şuna hazırca bir normal ticaret, normal münasebetini saklagan asasda onu keyin hal qilishni targ'ib qilayotgan narsa biraz kuchliroq turdi. Ama kökünümüzde bu Hindiston ve Xitoyning munosabati o'rtasidagi zamin masalasi, chegara masalasi taqbitlay bo'lg'ini yo'q, faqat munosabatlarniki askariy issiq to'qinishga kirib qolmaslikning oldini olayotgan bir tirishchanlikni ko'ryapmiz. Amaliyotda yana urushga tayyorlik qilayotgan nimalar bor, tirishchanliklar bor ikkili tarafdan. Sorunuz var. Dilyar Musa Bey, belki sizge bir sual. Hazır hemmimiz O'rta Sharqda nish batni ko'ryapmiz. Masalan, Falastin, İsrail urushi degan boshqa masalalar. Shu to'g'ri ozroq bir o'zingizga taklif o'tirib qo'ygan bo'lsangiz, sizni shu Falastin, İsrail urushi chiqqan vaqtida ikki bo'limga bo'lib, bundan keyin nima bo'ldi, hozir nima bo'lyapti? Xalqaro jamiyatdan onun ta'siri qanday bo'ldi? İnkaz qanday oldu degansiz, hozir nega keldi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hamda Trump hukumati chiqqandan keyin bu O'rta Sharq masalasida o'zgarishlar bilan ta'sir qanday oldu? Rahmat savolingizga. Qaragan mening kameraim qaytqa o'xshaydi, ila asli kelishi mumkin. Musta javob beraveray agar ovozim bo'lsa. Nima? Bu O'rta Sharq masalasi haqiqatan bek muhim, biraz to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bu bo'libmi İsrailiya bilan Falastinning to'qinishi bu Amerikaga nihoyat ziyonli bo'lgan bir narsa bo'ldi bu. Amerikaninki bundan keyingi nimalari, ya'ni bundan keyingi O'rta Sharqdagi munosabati va boshqalarga nihoyat og'ir ziyni bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu hozirgacha chiqqan urushning ta'sirida nurg'unlagan narsalarni buzyapti Amerikaning yumshoq obrazi olsun va boshqalar olsun. Shunga Trump chiqqandan keyin mening Trumpning biraz qiynaladigan nuqtasi mushu bo'ladi. Ya'ni Rossiyani yeni Xitoyga qarshi turish uchun Ukraina Rossiya urushini to'xtata olgan bilan İsrailiyaning hozirgi urushini to'xtata olmadi Trump. Chunki Trumpning qo'llovchilarining ichida nihoyat cho'ng Yahudi bankerlar va nurg'unlagan ishlar bor u yerda. Shuning uchun Trump hozir bu bo'libmi ya Netanyahu'ni tunugun tutish buyrug'i chiqarilgandan keyin nimada xalqaro jinoiy ishlar sudida hamda Trumpning ishi texmi tas. Agarda Netanyahu'ni qo'llasa u vaqtida yana West versus the Rest, ya'ni g'arb butun dunyoga qarshi degan narsadan bakrak America versus the Rest bo'ladi, hamda Amerika dunyoga qarshi bo'lib qoladi. Shuning uchun Trumpning eng qiynaladigan shu xalqaroda ishini taslashtiradigan masala shu Isroil Falastin masalasiga tutadigan muomalasi bo'ladi. Ikki tarafga ketmagan asosda nihoyat zil nimadan o'tish kerak bir davozmangandek. Ammo Amerikaning manfaatini o'ylayman desa, hatto Amerikaning manfaati o'zining manfaatidan yuqoriroq tursa, Netanyahuni tashlab o'tadigan keldi. Chunki xalqaroliq bir convicted criminal deydigan bir gap bor inglizchada, ya'ni hukm qilingan
iniq bo'lgan bir jinoyatchi Netanyahu bundan xalqarada. Yani Putinning mu tutish buyrug'i batdi o'xshash. Putin Janubiy Afrikaga baranmagan tejig'inga men tutib xalqaro sotqa chiqmasin deb. Shuning uchun bundan keyin Netanyahuning mu baranmaydigan 100 necha davlat oldu, 120 necha. Shuning uchun ham bundaq bir tutish buyrug'i chiqarilgan bir urush jinoyatchisiga yaxshi muomala tutib, biz yana İsrailiyani yenda deb yana qo'ral berib bu urushni kengaytsa, Amerika eng oxirida qolib qolgan kichikina obrazni yo'qlik qilib oldi. Mening Trumpda ensiraydigan nuqtam bu. Yani Amerika'nın menfaatini yuqori tutsa, Netanyahu'ni tashlaydigan vaqt keldi amaliyotda. Buni burun CIA'ning analizchilari, tarixchilar bekchiq deb ketgan Amerikaga 2010-yili, 2010dan 2013gacha. Shuning uchun hozirgi davrda hamda Amerikaning eng chong xatarlik nuqtasi shu. Agarda nim bo'lib qolsa, ya'ni balki maqcha ulab so'raysiz Iran masalasi deb. Mushumu yani biz ensiraydigan masalalardan bir, shaxsan men ensiraydigan masalalardan birisi, chunki İranni agarda nimaga bog'lab bu İsrailiyaga bog'lab bizni bir urpasang, İranni bir urpasang degan shakldagi bu narsaga ma'qul deb bu İranga kirib qolsa, Amerika chiqolmaydi bu yerdan. Amerikaning buning hech qanday tayyorligi yo'q. Ammo biraqli kirmasdan havo hujumi qilib, boshqa Libiyadek, boshqa davlatlarga o'zi kirmasdan havo hujumi qilgan, masalan, burun Serbiyaga qarshi, Libiyaga qarshi. Unda olib qolsa shu Ironni muqimsizlashtirib, Iroqqa o'xshash ishki urush qaynaydigan bir qon ko'liga aylanib ketadi. U vaqtda texnik refugee masalasi chiqadi, Yevropaga og'ich ish deb berdi. Shuning uchun bu İran masalasida va hozirgi bu Netanyahu'nun, ben burun degandim, Biden'ning mu ish tugidi, Netanyahu'ning mu siyosati tugidi deb bundan bir yil mi, bir yarim yil burun degandim. Bir yil burunki. Yani bununla qarta Biden'ning zaten tugidi ama Netanyahu mu huquqdan tushsila, onun parxorluq davası var İsrailiyadan sotlaydigan. Hozir huquqdan tushmagach sotlayanmadi. Tushsilam İsrailiyada parxorluqdan sotlandi. Bunun keyin chet elga chiqsa 124 davlat. Bunun tangdan to'lsi Yevropa davlatlari tehi. Bu davlatlarga kirsa qo'lga olinish ehtimoli bo'ldi. Shuning uchun bunda bir o'lgan beliqni Trump tashlab o'tish kerak esa to'g'ri siyosatchi bo'lsa. Ammo uning keyindagi qo'llovchi bankerlar o İsrailiyaning bir bosh ministrini uningga oson tashlatamdi, bu yana ayrim masala. Shuning uchun Trumpning qiynaladigan nuqtasi shu. Zahmi kuymaydigan, kavobni kuymaydigan emas. Bu qitim bu kavob kuyish kerak. Yani bu Netanyahu birisini kuydirib turib, yana bir tarafdan tatib mangmasa, o'ttir yo'l degan narsa qolmadi. Chunki tunugundan boshlab İsrailiyaning bosh ministri Benjamin Netanyahu xalqaro qonun oldida convicted criminal, yani jazo hukm e'lon qilingan, emas aniq bo'lgan bir jinoyatchi ham deyatidan boshlab. Shuning uchun Trumpning bu masalada qanday ip mangdigini hamda Amerika davlat ahlining karomatini ko'ramiz deb o'ylayman oldimizda. Rahmat. Hozir javob berish tez bo'lgan bir savol bor sizga. Hozir o'tganda bir biz tirish to'piq atgan bir sinalg'ida Finlandiyadagi prezidenti Aleksandryaniki bergan so'zini biz ham ko'rdik. Dunyo allburun ko'p qutblashgan bir holatga kirib bo'ldi. Ammo lekin ko'p qutblashgan holatda urushlar chiqdi, xalqaro qonunlar, qoidalar ishlanmaydi, mana o'zing bilganini qildi dedi. Ammo lekin uning shuning qarta bergan proposal plani yana bir alternativ bo'lsa, tanlash bo'lsa, dunyo ko'p tarafli bo'lgan shaklda mangsa, yana xalqaro qonunlar qaytadan tiklandi, qoidalar tiklandi, ishlandi degan shaklda bir nimani planni taklif o'tirib qo'ygan bo'ldi. Undan sirt eng muhim narsa shu vaqtgi riyosatchi so'rgan bir savol bor. Bu qitimliq Amerikaning saylimi dunyoning ko'p qutblashishi va ko'p taraflashishiga cho'ng ta'sir bo'ldi degan bir savolni va deb ketgan bo'ldi. Mushdan qanday qaraysiz degan. Bundan keyingi dunyo ko'p qutublashgan dunyo bo'lamdi yoki bo'lmasa tartibi ko'p taraflashgan tartib shaklida bo'lganmi? Hem Amerika'nın bu qitimliq saylimi yangi hukumati bundan qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu savolda kimmiz? Yana boshqa savol yo'q ketsak. Oldi bilan taraf bilan ko'p qutb bilan ko'p tarafning farqi bor. Siz yo'qolib ketdingiz ekrandan. Men hozir nimaga ekran chiqyapti, men nimaga ulangan narsada yo'qolgan bo'lishi mumkin. O yili o'ngshildi, ammo men programmada bor. Ama ekranim biraz qaytib olgan, hozir ishlayapti. Shunga hozirgi masala bu nimaninki, bu
ko'p qutb bilan ko'p taraflik masalasini bir arishimiz kerak oldida. Ya'ni ko'p taraf degan taraflar birga kelib, masalan BRICS bu ko'p tarafli bir organ. O hech qanday xo'jakisi yo'q. Ammo ko'p qutb degandan qutbning bir xo'jakisi bo'ladi. Shuningga ergashgan bo'ldi boshqalar, shuningga yaqinlashgan. Shuning uchun bu hozirgi bundan keyingi dunyo ko'p taraflik bo'ladi degan bu bir yaxshi orzu. Ammo meningcha ko'p taraf bilan tang ko'p qutublashishning nimasi bor? Chunki sharq tarafning o'qirini so'rab ketayotganlar, ya'ni Rossiya va Xitoy. Agar Rossiya va Xitoy bo'lmasa, bu BRICS'ning bo'ldi ya'ni. Shuning uchun bu ko'p taraflashish degan bu yangi dunyoga yangi bir chapan tikish deb o'ylayman. Ammo bu chapan qanchalik kilodi bu yerga, qanchalik kiygili bo'ldi, uningda masala bor. Ya'ni dunyo ko'p qutblashyapti. Ya'ni to'g'risi mening qarashimda. Ya'ni ko'p qutublashgan Bir şeyde bir üzvettim deyiladi. Xo'sh. 7 yıldan 8 yıldan aldıdan siz birinci bir liksiyaranızda belki vaqtinizda shu shunday qiyin qismda. Dünya bununki ko'p qutblashuvi, balki ichki qutb bo'lishi mumkin, Xitoy bir super kuch, Amerika bir super kuch bo'lishi mumkin degansiz. Shuni men ishlarda ta'kidlab qo'yib ketay. 7 yilkin haqiqatan biz ko'p qutublashgan bir davrga qadam qo'yibdik. Shu davomlashtirsangiz bo'ldi. Men shuni bir sizning saningizga salay demoqchi. Agar o'zingizning esida bo'lsa. Endi mening burun amaliyotda hozirgacha mayli ichki siyosat bo'lsin yoki tashqi siyosat bo'lsin, hammasi baldur deganlarimning hammasi hozir chiqyotidi. Ya'ni ichida ikki bo'linimiz o bu degandek. Tashqi siyosatdami masalan Netanyahuning bu Isroilga yangmaydi bu urushda yengildi degandim. Hatto yana bir narsa bir qancha kunning oldida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın General Assembly Palestinning to'liq huquqli rasmiy a'zo bo'lish yo'lini ovozga qo'ydi. Birinci qadamda bunu ovoz qo'yganda uningga qarshi bilet tashlagan Amerika, Kanada va Isroiliya va yana bir qancha orol davlatlar var, Palau, Mikroneziya bu deydigan ushaq davlatlar. Shulardan boshqa bu qitim diqqat tortilgan bir narsa Avstraliya burundan ya qarshi bilet tashlaydi yoki abstain demisda voz kechadi bilet tashlash huquqidan, ammo bu qitimki biletda Palestin tarafini qo'llab bilet tashladi Avstraliya. Ya'ni Palestin bir davlati kelyotidi. Bu hozir nimening Netanyahuning qilgan bu ishi o'ziga o kadar ziyonli bo'ladi-ki, endi Birleşken Devletler Teşkilatı nima oldu deganda, bu shu Palestinning nimasi uchun rasmiy a'zo qilib kirish uchun resolution tayyorlandi endi. Uni General Assembly'ga sunudi. Ammo bu yerda Security Council'ning xavfsizlik kengashininki bir to'sib olgan bir nuqtasi bor. Ya'ni bir davlatning Birleşken Devletler Teşkilatı'na tonulup kirişi üçün iki narsa gerek. Birincisi Security Council recommend qilish kerak. Yani ular tavsiya qilish kerak. Andikin General Assembly uni ovoz qo'yish kerak. Hozirmish tavsiya degan bir so'z, ya'ni tavsiyadan boshqa hech qanday huquqi yo'q xavfsizlik kengashining. Tavsiya degan gapni tutib olib, ashini qilmay to'sab turyapti hozir Palestinning nimasini. Ammo bu tavsiya degan so'zdan qanday atlab aylanib o'tadi? Palestinninki General Assembly'ga akiriveremdi, onun tavsiyasini kutmay, cho'ng bir krizis chiqadi bu Palestin masalasi to'g'riliq. Shuning uchun bu hozirgi nimada endi Trumpning olsun yoki Amerikaning olsun Isroiliyaning bu yolg'iz qilishiga dunyoda yolg'izlashib ketdi beklar. Bu Yevropadagi do'stlarim hozir asta-asta o'zini ajratishga boshladi. Avstraliya ham yuzini o'rdi bu qitim. Shuning uchun bu yolg'izlashishda Amerika abaydenimdek davlat ahli eng to'g'ri qarorni bergani yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hozir savolimizga qaytib kelsak, men so'ragan savolda siz nima deb to'xtadingiz? Biz hozir ko'p qutublashgan bilan ko'p taraflashgan aniqlamasini bilishimiz kerak deb, shu ko'p qutublashganligini so'zlayapmiz. Shu yoqqa kelgan shu gapni shu yerdan davomlashtirgan bo'lsangiz. Ya'ni dunyo ko'p qutublashida o aniq. Bu dunyoning ko'p qutublashishida ya'ni Xitoyninki beshini tutgan taraf hozircha Amerikaga yoki bo'lmasa G'arbning beshini tutgan tarafga harbiy jihatdan kuch yetolmaydi. Ammo iqtisodiy bo'libmi raqobatchilik jihatdan Xitoy hozir Amerikada o'tib ketdi. Xitoyning raqobat kuchi, yangi innovation, yangilik yaratish kuchi hozir Amerikadan ba'zi statistikalarda Amerikada o'tib ketdi. Shuning uchun Xitoy buningga qarshilik berib bangdi. Endi Amerikaning Trump chiqqandan keyin shu Ruslarni o'zining yeniga tortib bu ko'p qutublashishda qandaq oldin oladi. Ya'ni hozir mundaq jetgan vaqtimizda dunyoda bir sistem bor, Amerika qo'ygan sistema. Bu sistemini o'rishga harakat qilyapti. Xitoy bo'lsin, hatto Xitoylar emas, nurg'un davlat bor buni.
Masalan, buningdan jaqtoyma shu 5 davlatning deganini hisob qilib olib, dunyodagi nurg'un masalalarni hal qilolmayotganligidan jaqtoygan nima bo'lsin, Yevropa bo'lsin, hatto mau Turkiya bo'lsin, dunyo 5dan cho'ngdir deb Erdo'g'anning og'zi qalbi uchib qolay dedi. Bularning hammasi Xitoyning bu Amerikaga qarshi chiqishini bir fursat ko'rib, bugungi dunyo sistemasining adolatsizligiga chidamagan davlatlar va rahbarlar Xitoyni bir fursat ko'ryapti va ko'p qutblashishimiz kerak. Bir qutbning hozirgacha qig'ini dunyoga foydasidan ziyini jiqtaydi degan narsa bilan ko'p qutblash qarab ketyapti. Amerika buni qancha to'saydi, yoki dunyo ko'p qutublashdi degan gap Amerikan sistemasi cho'kdi degan gap ya'ni. Cho'kidi dunyoning yerimi, ya'ni dunyoning yerimi bir qutb, yerim bir qutb bo'lsa, qolgan qutbga Amerikaning gapi o'tmaydi degan gap. Shuning uchun hamda Amerika buni qanday qilib oldin ola oladi, to'siy oladi. Trampning bu yerda ziyonli beradigan bir nuqtasi va xatarlik tarafi bor. U bo'lsa-mu, shu ko'p qutublashishda Tramp Amerikani yolg'iz qoldirib qo'ydi. İttifoqdoshlar abay deganimizdek NATO'ni ajizlatdi, BDT bilan so'qishdi, Yevropadagi nurg'un davlatlar bilan so'qishdi Tramp. U vaqtida Amerika o'zini yolg'izlikqa tashlab qo'ysa, bu ko'p qutblashish ish tiklab ketadi bu aslashdan bekrak. Shuning uchun Trampning chiqishi undaqiliqi not bed of roses deydi-ku, bu inglizchadagi gullar chechilgan bir karvat emas u. Bu yerda hozir ya'ni Trampning ishi undaq oson emas. Chiqqandan keyin moyoqqa tassa oyoqni buzadigan, oyoq mansa moyoqni buzadigan bir ish bu. Shuning uchun Tramp qaysi yerdan qanday mangdi, ammo bizga foydali qeri Tramp boshqa masalalarni yig'ishtirib Xitoyga bekrak diqqat bermoqchi. Bu endi biz uchun fursatlarni yaratadi bu. Unda hozir Xitoy jiqroq to'xtaldingiz so'zga vaqtida. Biz endi ikkinchi bo'lak kirib ketsak, shu Bayden hukumati chiqqan, Bayden emas, Tramp hukumati chiqqandan keyin Amerika bilan Xitoy munosabati qanday bo'ldi? Bo'lib qo'mish savdo munosabati qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq bir Nijat Qurg'un apani o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Ikki tarafninki munosabatida bu ticaret mühim rol oynaydı deb qarayman. Bularning o'rtasida taxminan 700 milyard dollardan ortiq bir ticaret var ama Xitoy bu yerda 300 milyard dollardan ortiq Xitoy qazanayotgan, Amerika bu ticaretde az setayotgan, Xitoy jiq setayotgan bir nimbachi munosabat var. Buningdan Trump 2017'de chiqqan chog'da bu 400 milyard dollardi. Buni Trump baş qo'yib şu 4 yil jarayonida bu 100 milyardda kichikildi bu narsa. Hozir 300 milyard dollardan ortiq bir temponsizlik bor. Amerika buni albatta bajni yuqori ko'tarish orqali va boshqa chora-tadbirlarni elish orqali buni o'ngshashga, buni temponlashtirishga tirishishi mumkin. Bundan boshqa sohalar bor, masalan, texnologiya sohasi. Bundan Abay Dilyarbek degandek, texnik sohalarda Xitoy ba'zi jihatlarda o'tib ketdi, chunki Xitoyning 2014'ten başlap otur koygan bir nimesi vardı. Dünyanın aldığındaki 10 türlük sanayitte Xitay dünyanın birincisi olduğu deydi kançı. 2030'a bağlandı. Xitay kısmen sahalerde hakikaten aldığı ötep gitti. Bulubun başı yeşil enerjiye, toksik maşinlerini işlep çıkarış, AI tekniksi, süney akıl degendek sahalerde Xitay hakikaten dünyanın aldığı bu kavatıdı mesela. Bu mu bu sebepten Trump mesela Amerika hükümeti nemini çekledi mesela ki özek var o ma çip nimisini uruşunu başladı Xitay'ın ağıl koymaydı ama o fakat vakit meselesi ki bunun teknolojiye erişip bu cihazda mı algı ilgililip geçişi ama yeni bir saha var bu yerde ikisininki tokunuşvatkan yani xavfsizlik meselesi Xitay bayten degendek Şarkı Asya'da, Şarkı Janubi Asya'da 4 rayonda bularninki bir tokunuşqa kirish ehtimoli va qaysi rayonga Xitoy bu yerda urushlarga sababchi bo'lib qolsa, Amerika buni aralashish ehtimolligi yo'q. Chunki mayli Yapon olsun, Koreya olsun, Tayvan ve Filippin'de bo'lsin, bu yerda Amerikaningki nimalari bor? Harbiy bazalari var ve bu Amerikaningki jahongir davlat bo'lish, hegemonik davlat bo'lish uchun bu yerda Amerika qilishi kerak. Yani Xitoyni tizginlab turish kerak. Ondan başka peste bu yanda mağlanan çoğun ticaret yolu var. Bunu mu Amerika, işkin dünya uğraşırken Amerika kontrol kılıp öte yollarda başlayıp kiliglik. Ama Xitay bu sisteminin bozup Xitay özününki bu yerdeki hükümdarlık ornunu bir yerde Amerika'nın bütünlüğü edip çıkarıp kılıç gerek. Meri Saymer ben üç gün burun bir nime kılandı, ziyaret kılandı. Bu adam dedi. Eğer ben Xi Jinping'in meselesi soğuk kalkan bolsam Amerika'nın Şarkı Asya'dan edip çıkış gerek deyilgen mesleğini öğrettim dedi ki bu adam.
Demek Xitayninki nemizde bu devlet zihniyeti de stratejisi de olsun bir hegemonik güç yani Cahangir devlet Amerika'nın orun aldığı bir Cahangir devletlik bir nişanı var. Bularınki milli xavfsizlik stratejisi qaraydı, harbiy xavfsizlik stratejisi qaraydı. Xitay dünyanın go'cusu bulaman da'atı 2052-2049 qo'ygan chog'da. Shuning uchun Xitay her tarafdan tayyorlik qilyotidi bunga. Şoňa Amerika meýli kандай muamele tutsun, Xitay belki kengaymeçilikini, küçünü gösterişke, Amerika bilen tokunuş girişke taýýarlyk kıldy. Bu näse şoň bu ýerde tokunuşdan hali bolup bolmaýdy şu bu ýerde. Endi Xitayninki ensireydigan bir noktasy Trumpninki ilki peräz kılınmaydigan bir siýasatçy meselçi bu Trump. Xitay bunu çık burnuğa yedi aldığın nimede. Hakikaten o ene moşini cık davatıdı Trump. Kandan nim kılış mümkün deydiğin bu nersen her xil davatıdı mesela ama her daim bulanın digindek mi çıkıp ketmedi için. Ama Xitay üçün hoşuladigan taraf nima degan chaqda Trump'ның abay diler efendim degandek ittifaqdaşları bilen mu jidalga kirip qilishi. Bu narsa mesela Avrupa İttifakı, mesela Avrupa İttifakımız 10%'den 20%gacha mallarga baş qo'yamiz deydi. Bu Avrupa İttifakını nimaga ishtirib berishi mumkin? Xitoygacha bekrak o'zlariniki iqtisodini tamponlashtirish uchun balkim Xitoyga yaqinlashish mumkin. Ma bu G20 yig'inida bu Germaniya, Fransiyaning davlatining rahbarlari bilan Xitoyning rahbari ayrim ko'rishib bu masala to'g'riliq paranglashganligini ko'rdik masalanchi. Buningdan keyin yangi dunyo vaziyatiga biz o'zaro o'rtaq taraqqiyot, hamkorlik degandek narsalarni qilishimiz kerak deb bu Trump'ның ep baradigan siyasete qarta bir tayyorlik qadamlarni ilayotganligini ko'ryapmiz. Hem Avrupa'mı bununla qarta Xitoy bilan belgilik hamkorlashib Amerikadan keladigan ziyonni kichikiltishga harakat qilishi mumkin. Dilerbek, sizningki o'xshamaydigan ko'z qarashlaringiz bormi? Hozir Nijatbek degandek Amerika urushga kirib qilishi mumkin Xitoy bilan mana shu Sharq Osiyoda degandek shaklda bir texnotur to'qinishga kirib qilishi mumkin. Sizningki o'xshamaydigan ko'z qarashlaringiz bormi? Shu Amerika Xitoy masalasida o'tirsa munosabat qanday o'zgarish bo'ldi? Buningda Xitoyninkiga men asosan bu Nijat Beyning deganlariga qo'shilaman. Bo'libmi shu Yevropa bilan jiroqlashib Xitoy bunda qildi. Xitoy bu qiziq urush, bunda etishib turib qildigan, adamga turib qildigan urush eng oxirida bo'ldigan urush shu. Uningdan burun tijorat urushi boshlandi, siyosat urushi boshlandi, ideologiya urushi boshlandi degandek. Hozir Xitoyning bir menda masalasi bor. Ya'ni dunyoga, Abay Nijatbek degandek dunyoga bir kuch bo'lib chiqimiz davatidi. Ammo Xitoyningki dunyoga kuch bo'lib chiqqanda ishiladigan bir ideologiyalik yumshoq kuchi yo'q. Masalan, Amerikaningki demokratiyasi va xudoyim bergan, inson haqlari va xudoyim bergan, nega bo'lsa inson haqlari demokratiya degan qalpoqni kiygizib turib, ham ishini qilib mangdi. Ammo mayli Iroqda ko'rayli, Afg'onistonda ko'rayli, bu demokratiya, inson haqlari degandan faqat bir yumshoq kuch qalpoq ekanligini ko'rdik, ammo shuni nurg'a odam ishinidi. Ammo Xitoyda bunda bir narsa yo'q. Xitoyda Amerikaning demokratiya, inson haqlari mundaq bo'ldi, ahmaydi. Mening menda narsam bor deydigan bir narsa yo'q. Bular Kungzining ideyasini uzun yil sinagan. Shu 2009'lardan boshlab bular Kungzini tunishtirib, ya'ni Amerikaning inson haqlari va demokratiya degan qimmat qarshidan noch qimmat qarash Kungzining qarshida buni xeyli kuchayib baxtdi, ammo bu mag'lub bo'ldi yani. Shuning uchun Xitoyning yumshoq kuchi yo'q. Shunga dunyoga bir xo'ja bo'lishda kerak bo'lgan eng muhim narsa yo'q, ya'ni Xitoyning obrazini yaratgan. Shunga Uyg'urlarni qirg'inchilik qilib bu lagerlarni ichishi bilan Xitoyning obrazi texim tushib ketdi. Ammo bu Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida to'qinish chiqamdi deganda, shu tijorat urushi, siyaset urushi, yumshoq kuch urushi deganlarning hammasida boshlanib bo'lishi kerak. Masalan, kompyuter, cyber technologyda, hozir hakkerlikda urush boshlanib bo'ldi allburun. Ikkilisi bir-birini u yerga tegyapti-da. Muhim bo'lmagan narsalarga hozircha aytugin bir-birisining elektr stansiyalarini to'xtatib o'tishi mumkin. Bir-birisining su to'saydigan to'smallarini biroz avara qilishi mumkin degandek har turi bo'yicha boshlandi. Hammasi ishlamay eng oxirisiga kelganda qiziq urush chiqdi. Qiziq urushning ehtimoli Amerikada emas, uningdagi inisiativ. Uningdagi inisiativ Xitoyda. Ya'ni Amerika Xitoy bilan quruqlikda urushmaydi, u mumkin emas. Faqat dengizda Xitoy bilan dengizda tutishimiz va tezli to'qinish bo'lsa,
Xitoyni tezli bir tarafga o'tqazish bo'lsa, Amerikaga eng xo'sh haqidani bu. Uning uchun demak inisiativ Xitoyning qo'lida. Xitoy qachonki Tayvanga hujum qilsa, Amerikaniki biz aralashamiz deylik. Uningdan burun Filippin taraflarda bir kichik bir to'qinish chiqishi mumkin. Men burun deganimdek bu 2027dan burun bo'lmaydi bu ishlar. 2027dan keyin 2027-2035 atrofida bo'lishi mumkin bunday bir to'qinish agar bo'lsa. Shuning uchun hozir texi u yerga bormidi deb o'ylayman. Chunki Xitoyning agarda Xitoyning bir ideologiyasi bo'lib, dunyodagi nurg'un odamlar Amerikaning demokratiyasi ahmidi, Amerikaning inson haqlari ahmidi va Falastin masalasi, Falastindagi qirg'inchilikmi Amerikaning bu ideologiyasini yumshoq kuchini, ya'ni Popay so'kilgandek so'kilyotdi-ku hozir G'arbning bu demokratik qimmat qarashlari bu degan gaplari so'kilib tushyotdi bu Falastinda. Shuning uchun bundaq narsalarni Xitoy hozir ayblab qila oladi, ya'ni qila oladiganini ayblashlar. Ammo to'xta Amerikaning bu narsa ahmidi, ammo mening manda narsam bor. Men dunyoga xo'ja bo'lsam, insonlar dunyodagi insonlar manda yashaydi. Mening boshqa davlatning fuqarolariga manda va'dalarim bor degan bo'lsa, hozir qutblashish bu vaqtcha boshlanib bu Xitoy xili birga ketib bo'ladi. Ammo Xitoyning bu yumshoq kuchi bo'lmaganligi uchun faqat Amerikani ayblab menayotganligi uchun biroz nimasi asta. Lekin Xitoyning boshqa davlatlarga bergan manfaatlari ko'payishga ergishib, uningdagi Xitoyning ta'siri texmi oshidi. Uningdan keyin Amerika shu oxirsida shu yuqorida sanagan turlarning hammasidagi urushlarda ojiz ashlarni yengolmagan vaqtida, ojiz tushgan vaqtida Amerikaning harbiy kuchiga Xitoyning ko'zi yetadigan bo'lgan vaqtida undan keyin Xitoy Tayvanga chiqadi. Tayvanga hujum qiladi. Hozir mundaq bir savol bor. Masalan, ko'p qutblashgan dunyo bir tartibga tushgan vaqtida faqat Xitoy bilan Amerika bilan super power bilan bu yoki bu siz aytganda Dilyarbek mundaq bir narsa o'tirib qolgan rayon xarakterli kuchlar paydo bo'ldi dedingiz. Biz ko'rayotgandek masalan Turk birligimi shakllanyotdi. Yana boshqa birliklarni shakllanishi mumkin. Shuning qarta o'zingizdan taklifni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Faqat ikki super power paydo bo'lamdi, kuch paydo bo'lamdi yoki yana boshqa qutblashgan shakldagi kuchlarmi paydo bo'lamdi. Ikkidan ko'p demakchi. Ya'ni biz oldindan Shunga shu Trump hukumati qanday ta'sir ko'rsatdi, tezlashtiramdi yoki bo'lmasa buni tadbir qo'llanadi. Oldi bilan biz super power, ya'ni super kuch, darajadan tashqari kuch, bu Xitoycha chauji degan gapni tarjima qilgan gap, bu darajadan tashqarida. Biz super deb olaveraylik. Super kuch degan hukmni bir tushunishimiz kerak. Super kuch degan ikki xil bo'ldi. Birisi yer shariviy super kuch, bu Amerika. Burun Britaniya idi. Britaniyadan Amerika aldı, ama Amerika uni boshqa bir darajaga olib berdi, ya'ni Britaniyaning kuchi bu Amerikadek bunday kuchli emasdi. İkinci xil super kuch rayon xarakterli super kuch deymiz. Ya'ni bir rayonda o'zining ta'sirini ko'rsatadigan super kuch. Shuning uchun hozir agarda Xitoy dunyo yer shariviy xarakterli super kuchmi desa, u emas. Xitoyning uningga jini yetmaydi. Amerikaning butun dunyoning ham yerda 750 dan ortiq bazasi bor. O'xshash vaqtda masalan dunyoning nerede bir ish bo'lsa, Amerikaning bir avion markasi uchib aeroplan bilan berib bombadan ishkini tashlab kelalaydi dunyoning har qanday yerda. Bunda bir kuchni, bunda bir qobiliyatni dunyo tarixida hech kim ko'rib baxmagan. Bunda ish bo'lib baxmagan. Hech qanday bir davlat dunyoning bir yeriga xohlagan vaqtda bir buyruq bilan berib bomba tashlay olmaydi. Ammo Amerika shunda qudratli hozirgi harbiy kuchi. Xitoy unda bo'la olam deganda Xitoyning chet elda 7-8 tal bazasi bor. Masalan deylik bugun Afrikaliklar Xitoyga biz sening qarzingni to'lamaymiz, ishingni qilaman desa, Xitoyning aeroplanlari berib bomba etish kerak u yerga. Ammo aeroplanlar qanday boradi? Ya'ni moy qachilam dunyoning o beshiga borolmaydi. Shuning uchun Afrikada harbiy bazalarni ko'paytiryotdi Xitoy. Shunda birozi gapni anglamay qolsam, men askariy harakat qo'llana olmayman deb. Lekin Xitoyning unda bo'la olishiga texi bor. Xitoyning dunyoviy super kuch bo'lishiga az degan 100 yil va 100 yil. Unda oson ish emas u. Amerika unda oson bo'lgan emas, bu yerga oson kelgan emas. Shuning uchun hozir bundan keyin bo'lgan narsa nima deganda rayon xarakterli kuchlar. Ya'ni hozir bo'lgan ish Amerika dunyoning burunqi super kuchi bo'lsa-mu, qudratli bo'lsa-mu, ammo ojizlayotdi. Amerika cho'kishga bosqichini yashayotdi. Masalan, Yamanda bomba etib gapini oltamidi. Hozirgacha Yamanliklar
sapmakashni so'rab chiqqan Xosiylar hozirgacha Isroiliyaga u yerga mangan farqli etib o'ynayotdi. Buni to'xtatamidi va to'xtatammaydi. Chunki Amerikaning uning qaraydigan vaqti yo'q, energiyasi yo'q, diqqati yo'q. Shuning uchun hozir bo'layotgan narsa dunyoviy, yer shariy süper kuch bo'lgan, abay dinimdek dunyo tarixi ko'rib bakmagan darajadagi eng kuchli bir davlat çöküşünü yaşatıdı. Bu çöküvatkandan keyin hem de nima ish bo'ldi deganda bo'shliq yaratadimiş. Yemende yaratgandek, boshqa yerlarga yetishmagan yerlarga boshqalar kirdi. Shunga bundan keyin bo'lgan narsa nima deganda dunyoviy bir super kuch bor. Bu super kuch çöküş jarayonida bo'shliqlar chiqqanda bu yerga rayon xarakterli kuchlar chiqadi. Rayon xarakterli super kuchlar. Agarda bir davlatning o'zining jini yetmasa, rayon xarakterli ittifoqlarni quradi va rayon bo'yicha ittifoqlar bilan bo'linib ketadi dunyo. Bu hozir siz tilg'agan Türk birligimi shundaq narsa, ya'ni agar Amerika ajizlab ketib, yana shunda ajizlab berib bu O'rta Osiyoga zaten nazirmi Amerikadan bek chiq bu yerda qila oladigan ish yo'q O'rta Osiyoda. Afg'onistondan chekingandan keyin asosan u yerda ta'sir qolmadi hamda. Endi shunda Amerikaning ta'siri yo'q ya ta'sir ajizlayotgan yerlarga Xitoyningmi u yerga kirib, ya'ni ilishining oldini olish uchun hatta Afrikada Amerikaningmi Xitoyningmi, ya'ni Amerika yaratgan bo'shliqni Xitoy to'ldirolmaydigan yerlarga rayon xarakterli kuchlar u yerni to'ldirishga tirishadi. Shuning uchun bundan keyingi dunyo mening qarashimda Amerika davomli ajizlash qarab ma'noda deb qarayman. Xitoy uning hamma bo'shlig'ini to'ldirolmaydi, Amerikaning o'rnini ololmaydi, ammo dunyodagi rayon xarakterli kuchlarga o'zining rayonlik ittifoqlarini chiqarib, dunyoda az deganda bir 7-8 rayonlik gang deydi ғой inglizcha, har qaysi clan yoki har qaysi top birga harakat qiladigan rayon xarakterli ittifoqlarni ko'ramiz bundan keyin. Shu Türk birligimi dal shuning birisi. Bunda birliklar Latin Amerikasida qurilishi mumkin, Afrikada qurilishi mumkin. Yevropa ittifoqining yaxshi mang'alisa, Yevropa ittifoqi shu pet qoladi. Agar u yerda o'ngchilik, millatchilik, irqchilik degan narsa kengayib ketib qolsa, Yevropami bir qanchaga bo'linib rayon xarakterli kuch bo'lishi mumkin. Masalan, Shimoliy Yevropa, Markaziy Yevropa, Janubiy Yevropa degandek. Shuning uchun oldimizda dunyoning sistemining cho'kishi va bir popaykaning so'kilish jarayonini ko'ryapmiz. Bu so'kilishda hammamiz jip bo'lib ketmayli, bir parcha raxotimi qalayli deganlar ittifoqlarni tayyorlayotdi hozir, rayon xarakterli ittifoqlarni. Vaqt munosabati bilan shu dunyo tartibini yana program qilib qo'ysak, agar vaqtingizni qatnashsanglar, bundan keyingi dunyo tartibiga o'zgarish qanday bo'ldi degan shaklda bir program o'rlashtirsak, chunki biz buni tayyorlab qilishimiz kerak Sharq Turkistonda. Bu nihoyat muhim programma. Buni yana bir programma qo'yaylik. Unda bo'lsa hozir eng muhim bo'lgan Sharq Turkiston masalasi, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi. Trump hukumati chiqqandan keyin bu Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiga ta'sir qanday bo'ldi? Biz nimalarga tayyorlik qilishimiz kerak? Qaysin? Ishkilanlar javob bersizlar, lekin mikrofonni beshlik qaysinlar sizlar tanlasanglar bo'ldi. Bu muhim, bizga eng muhim bo'lgan bir tema. Ishkilanlarni ko'z qarashini taqimiz bor. Men deyindası. Menki elbette Trump'daki Xitayga qattiq qo'l siyosatchilarni baş vazifaga o'rinlashtirib qildi va Xitoyga markazlashganligiga hozir hammamiz o'rtaq shu yerga keldik. Ama bu yerda fursatlar yaratilsin, o fursatni tutadigan bir kuch bo'lishi kerak-ku. Endi bugungi kunda ochiq bir reallik borki, o reallik nima degan chog'da bugungi Sharq Turkistonliklarning tayyorligi bu narsaga tayyor emas. Ya'ni umumiy jihatdan nima deganda bir burmalangan bir tarix bor bu yerda. Burmalangan bir nima bor. Bütün Sharq Turkiston ko'rishi, mustaqillik ko'rishi bir inson haqlari masalasiga aylantirib qo'yilgan bir ochiq bir reallik bor. Agar biz bu fursatni tutamiz deydi ekanmiz, umumiy bu Sharq Turkiston ko'rishiniki umumiy programmasini o'zgartirishimiz kerak. Ma'rif bolalar tarbiyasidan tortib, maktablarimizdagi o'tilgan darsliklardan tortib, siyosiy harakatlarimizdan tortib, aktivistlik qilgan narsalarımizdan tortib, tashkiliy qurilmamizdan tortib, hamma narsamiz o'zgarib, ya'ni mustaqillik ko'rishinikiga ruhiy, fikriy, iqtisodiy, siyosiy va diplomatik nurg'un jihatlarda bunga tayyor qilmasak, biz bu oldimizda chiqadigan bu fursatlarga tutolmaymiz. Chunki bir 20-30 yildan buyon bu narsa burmo'nib ketdik. Va oldimizda shunday fursat kelyapti va biz bunga tayyor emas. Bu bir ochiq reallikchi.
Şu mening qısqacha bir cümlege yig'inchoqlaydiganim, ya'ni umumiy Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi bütün programmasi o'zgarishi kerak. Necat Bey, mana bir savol bor. Bizning birinchi simbol xarakterli qonun loyihamiz Trump hukumati vaqtida imzolanib bir loyihaga aylangan. Undan keyin Trump hukumati vaqtida Marco Rubio ikkinchi qonun, ya'ni majburiy emgakka qarshi qonunni tunishtirgan. Undan keyin shu bo'yicha mengib Biden hukumati kelganda buni ojizlashtirib o'tkazildi. Endi bundan keyin mushu Trump hukumatida boshqarishida yana bizga munosabatli qonun loyihalar chiqish ehtimolligi bormi? Qanday qonun loyihalar chiqsa biz uchun foydali, biz qanday qilishimiz kerak? Bu bizning da'voyimizning bir qismi, Amerikaning ichki qiyinlashlarimizning qo'ldan keladigan eng yuqori pallasi mushu deb o'ylayman bizning da'voyimizda. Shuning uchun mushu to'g'riliq bir qisqacha o'zingizning fikrini bergan bo'lsanglar. Dilyarli. Dilyar, siz desangiz bo'ldi. Qaysinglar javob bersangiz bo'ldi. Eng muhim nuqta. Men abayqi nuqtadan boshlab biroqla oxirida qarshimni deymiz. Siz oldi bilan men sizdan so'ragan siz menga aytsangiz. Tamam. Bu hozir nurg'unlagan sohalar borchi, masalan Sharq Turkistonliklarninki masalan qulluq emgak deymiz, irqiy qirg'inchilik deymiz, yana boshqa nurg'un deymiz, nurg'un sohalarga alishib ketdik. Masalan yeşil energiya deymiz, shu shamol energiyasi, yeşil energiya deymiz. Bu yerdami Sharq Turkistonliklarning ishlatilayotgan bir masala bor. Lekin bu az ko'rilgan nodir metallar bor. Buni masalan Xitoy bu ya'ni ki eng cho'ng bir xom ashyo bir bazasi masalan. Buni Amerika Xitoy o'tirsida bu nihoyat bir muhim rol o'rinda turadigan bir narsa bizning. Ammo buningki tozalanishi ishlab chiqarish uchunmi Sharq Turkistonliklarningki ishlatilayotgan dokladlar chiqdi-ku. Ammo buningga qonun loyihasi bo'lib bu qo'yilgan bir narsa yo'q. Lekin Abay degandek Sharq Turkiston ko'rishning umumiy programmasi o'zgarishi kerak dedik. Buning uchun Sharq Turkistonliklarni besvelangan ulus deydigan bir loyihalar sunilishi kerak masalan. Bu zemin besvelangan bir zemin, Sharq Turkistonliklar besvelangan bir ulus deydigan shunday qonunlarni sunish orqali Amerika hukumati masalan bu qonunlarni o'zining manfaati uchun ishlatishi mumkin va bu bunday qonunlar Sharq Turkistonliklar uchun manfaatli bo'linishi mumkin. Ya'ni masalamizni faqatlamki qulluq emgakini qartib olmasak, buni biroz kengaysak, nurg'un sohalarni yana kirgil bo'ldi deb qarayman. Necat Bey, unda xusus sizga bir şey qisqa javob bersangiz bo'ldi. Besilmagan zemin degan qonun loyihasini tunishtira olishi mumkin. Ani uni o'tkazaladi do'qmasdan, shu qonun loyihasiga aylanadi. Bu ehtimollik bormi? Bence hükümetin tunuşlaması biraz ters buluşu mümkün. Ama senattan bu tunuş buluşu mümkün. Çünkü bunların icraiyet gücü yok. Bunların kanun layihesi gücü var. Ama bunun mu Amerika'da oturuşki dokunuş ve Amerika'nınki menfaat meselesiyle bağlılık deb qarayman. Çünkü onu çıkargandikin Amerika mı Xitay mı bunun karşı bazı bir cevaplarını veriş mümkün. Ama hükümetin tunuşu bu o devlet kurulmayı durup yagi zeminlar o'zining qo'li qaytmay turib bu narsada aldirab bo'lmaydi deb qarayman. Ammo qonun loyihalash bu senat masalasi, senatda bo'lsin, kongressda bo'lsin, buni o'tib qilish ehtimolligi yo'q emas. Dilyar, siz o'zingizning fikrlaringizni Xo'sh, undaq bo'lsa, men Abay Necat Beyning degandan boshlab boshqa nuqtadan boshlab qarshimni bildirishga tirishay. Bir gapni bek to'g'ri dedi. Ya'ni Sharq Turkistonliklarning butun kurash programmasi hammas almish kerak, yengilish kerak. Diqqat qilsak, buningga qarindoshlarimiz-mi chiqayotgan xabarlarga oy berib ayada ko'rishibdi, ma berib ayada ko'rishibdi emas, chiqayotgan xabarlarning yig'inlarning mohiyatiga qarash kerak. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Kanadada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, bo'libmi Amerika, Kanada, Ig'ir Uyg'urlarning chiqayotgan, qatnashayotgan yig'inlari, so'zlayotgan yig'inlari diniy erkinlik yig'inlari. Ya'ni bu Amerika va Kanada bizni o'tgan 20 yilning yog'i diniy erkinlik masalasi qilib tutib oldi. Buni demaydigan, yo'shirdigan kasalni yushasak o'lim oshkor deb bu bizni yo'q qo'ydi, bunda mengayversakchu. Bular ya'ni bizni bundaq diniy erkinlik masalasi emas, bizni bir strategik masala qilib tutish kerak. Uning uchun biz strategik masala bo'lish uchun shu strategik masala bo'lgudek bizda jon, quvvat, aql va
vizyon bo'lishi kerak. Şununla bizning bütün hamma narsani boshdan oyoq o'zgartirish lozim. Öyle da'vo qilyapmiz, da'vo qilib ko'rdik-ku da'voning qanday da'voligini. Ammo bu g'arbliklarning qo'lida biz bu diniy erkinlik masalasi bo'lgan bu peshkadan bir chiqishimiz kerak. Bununla ulab bizning munofiqlar qurultayining raisiga bir diniy zot bo'ldi, texmi diniy erkinlik masalasi bo'ladi bu bundan keyin. Ya'ni naqqashiliqi yisamdak bir qiliqlarimizni yo'qotishimiz kerak-ku. Shuning uchun endi bundan keyingi masala, masalan, qonun masalasi degan vaqtimizda mana bu hozir Trumpning chiqishi bilan teng Senatnimi, House of Representatives'nimi, ya'ni Tuvan uyinimi, yuqori uyinimi, prezidentliknimi hammasini jumhuriyatchilar oldi. Bu Amerikadagi Uyg'urlar uchun, ya'ni xalqaro vaziyat va Amerikadagi bu jumhuriyatchilarning uch kuchning hammani qo'liga elishi degan bu lotoriya bu oldimizdagi to'shilamdi. Amerikadagi Uyg'urlar uchun. Endi buni ishtirish kerak, kuchash kerak, lekin qandaq bo'lmaydigan, bek jiroqlikda bo'ladigan narsalarni hozir kuchilib, vaqt va energiyani isrof qilmaslik kerak. Hozir o'tadigan qonunlarning o'tish ehtimoli bo'lgan narsaning hammani ishtirish lozim endi. Undan keyin shu Sharq Turkistonning besivilingan davlatligi degan masala hozir o'tami buni kesib benim deyolmayman. Ammo bu 4 yildan keyingi vaziyatda, xalqaro vaziyat nuqtasidan bu o'tish ehtimoli cho'ng. Hozir qanday bilmayman, lekin parlamentga uni akirmay qarab o'tira olmaydi. O'simi o'tmasimi mushu fursatda buni ishtirish kerak, akirish kerak. Undan keyin bizning bu Sharq Turkiston mustaqillik munbiridan chekinib chiqqan tashkilotlarni oldimizda siyosiy sahnaga chiqish kerak. Yana bir ovoz bo'lib, bu Sharq Turkiston masalasini anlatadigan narsa bo'lib chiqish lozim. Bundan yillar burun dedik, oldimizda cho'ng bir fursat keldi. Xitoy bilan nimaning Amerikaning munosabati bo'lgan sari buzilib ketdi, bizga fursat keldi dedik, shu davrga kiryapmiz. Ammo Xitoylik darvozani ichayotganda Uyg'urlar keldi va vatanga qaytish deydigan narsalarga aldanib yurdi bizning millat. Zaten 300 yilning yog'i Xitoyga aldanib yurgan bir millat bu. Ertugün uningmi so'riqi bo'ladi, Mag'arbdimi so'riqi bo'ladi, u Xitoyning ichidami uning bir nimasi bo'ladi. Shuning uchun hammamiz kelgan fursatni yaxshi tonishimiz va bunga tayyorlik qilishimiz lozim. Hozirgi mengishimizda Uyg'urlar mag'lub bo'ladi, hozirgi mengishda. O Amerikaliklar bizni tayyorlab, bizning bir azroq bir bilgimizda, kuchimiz, mengimizda bir aqlimiz bo'lmasa, u bizni hech nima qila olmaydi-ku, Amerika nima ish qildi bizga. Shuning uchun biz tez suratda bu bir qanchalik yilimiz qoldi, men datim 2027 da o'tib ketsa Uyg'urlar 5-toshqa ursimi qutlanmaydi deb qarayman. Shu yillarni yog'i shunda qarayman. Shunga bir qancha yilimiz qoldi, bu yerda nihoyatda aqlimizni qalbimizga to'plab bu fursatni tutishimiz lozim. Endi hozir shu qonun shu masalalar bo'lishi mumkin. Lekin shu hozirgi shu vaziyatda shu diniy erkinlik masalasidan besivilingan bir ulus masalasiga o'zgartishga, hech bo'lmasa bir genocide masalasiga, masalan hozir Netanyahuning International Criminal Code'da jinoyat ishlarida jinoyat cho'p chiqqini biz Xi Jinpingni mi qilayli deyalamiz. Bu vaqtda Trump Netanyahuning yolg'iz jinoyatchi, Putin ikkisining 2 tane oltin kumush medalni esib yurgan 2 jinoyatchi bo'lishiga Xi Jinpingni qo'shib, Netanyahuni biroz yapadigan, aniq kelgan tanqidni azrag'in mayoq keltiradigan shaklda Xi Jinpingni qo'shishga intilishi mumkin. Buni biz tayyorlab berishimiz kerak hamda International Criminal Code'imizmi. Hatto eng muhimi nima Den Haag'dagi Gaaga soti, xalqaro adolat soti. Amerika xohlasa bir davlatga Xitoyni arz qo'yiblar, hozir sot ocha oladi u yerda. Shuning uchun bizning qila oladigan narsalarimiz shu. Bu Netanyahu maqalpaqni kiygandan keyin endi Xi Jinpingni bunga qo'shishga Trumpmi biroz mayillilik bo'lishi mumkin. Andiki yana bir narsa, men burun Trump tushishdan burun yalada qarindoshlar degan Trump tushib ketishga oz qolganda bu masalamizda qirg'inchilik deb qo'yib tushib ketdi. Biden chiqqandan keyin bu Uyg'ur qirg'inchilik degan gapni yo'qotishga tirishdi degandim. Trump tushishdan 9 oymi 10 oy burun. Naq deganim chiqdi. Trump tushib ketishdan burun Pompeo bu bir qirg'inchilik deb qo'yib tushib ketdi. Biden bu Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni yo'qotdi dunyoda asos jihatdan. Shunga biz bu qirg'inchilik degan gapni qaytadan yana ochishimiz kerak.
genocide degan gapni. Hamda bu Palestindagi narsaning genocide bizningki o'rinni egallab ketdi. Bundan keyin tez oldu. Ama bu ishlarni qilgan vaqtimizda bir narsaga diqqat qilish kerak. Bizning insonlarimizning, bizning xalqimizning qirilishi, azob ko'rishi, qirg'inchilikqa uchirishi dunyoning yana bir yeridagi qirg'inchilik qilayotganlarning jinoyatini oqlash uchun qalqon bo'lmaslik kerak. Bunda qilsak bizning xalqimiz zoya ketadi, bizning qonlarimiz. Shunga bunga diqqat qilish kerak. Uningdagi shu Falastin Isroiliya masalasida hech nimani bilmayli og'zi chiqib tilda so'zlaydigan bir ishbek eg'ir. Bir narsa unutmaylik. Bu xalq zaten so'zlaydigan amal yo'q-ku bizga satrashqanda anglab olgan gaplarini so'zlab yuraverdik-ku top-toplarda, ammo tashkilotlar tarixning xato tarafida turib qolmaslik kerak boshqalarning masalalarida. Boshqalarning masalalarida chunki ertaga bu bugun bo'layotgan ishlar tarix bo'ladi. Ertaga bizning qayerda tug'unimiz mana men deb chiqadi. Masalan, Yahudilarni Germanlar qirg'in qilgan vaqtida Germanlarning endi tug'an nurg'un odam bor. Germanlarning endi tug'an davlatlar bor. Arab davlatlaridami bor. Hatta bugun shu arablarning falastinliklarning o'lishini Arab davlatlarining Gitlerning endi tug'anligi uchun bugungilar o'lsin nima bo'pti deydigan bir fikr bor Arabda. Shuning uchun bundaq masalalarda boshqalarning masalalarida tarixda to'g'ri taraf tuturadigan taraf tutursak bizning ishimiz osonlaydi amaliyotda. Shuning uchun diqqat qilishimiz kerak, nihoyatda sezgir turishimiz kerak. Fursat kelyotidi. Hozir qonunlarni chiqaradigan shu nim qiladigan Amerika degan hozir bir o'tqashdek bir fursat biz uchun. Oldimizgi 4 yilda buni nihoyat ching tutish kerak. Ondan keyin Abay Nijat Bey degandek bütün kurashning nimasiga başdan oyoq qarab chiqib, bek cho'ng bir islohot qilmasak biz mag'lub bo'lamiz. Eng muhimi, Unda men 5 narsa yig'incha qildim. xo'sh. Programmamizni o'zgartirishimiz kerak, siz isloh qilish dedingiz. Undan keyin irqiy qirg'inchilikqa qaytib kelish, ya'ni buni yana nurg'un texnik davlatlarda e'tirof qilish qilmash. Yaxshi fursat keldi dedingiz. Undan keyin bizning masalamizni bir diniy huquq masalasi emas, bir boshqa masala emas, Amerikaning bir stratejisi kirgizishimiz kerak dedingiz. Mana 3-chi strategiya kirgizish deganni biz hozirgacha qilmoqmidik, ham qilmadik. Ammo hozir Trump hukumati chiqqandan keyin bizga bir yaxshi fursat dedingiz, mushuni kuchash kerak dedingiz. Undan keyin legislation, ya'ni qonun chiqarish. Bu nurg'unlagan kuchli qonunlarni chiqarish. Chunki ikkili kabinetni Avam Kengash palatasi va Avam palatasini hozir ikkilisini Cumhuriyetçiler Partiyasi oldi. Biz uchun cho'ng bir fursat dedingiz. Unki ICC, International Criminal Court jinoiy ishlar nimasiga, ya'ni qaytadan Xi Jinpingni sunish va o'sha irqiy qirg'inchilikqa munosabatli rahbarlarni sunish dedingiz, Xitoy tarafniki. Mush 5 ishda yaxshi bir chiqqan o'rtaq bir ko'z qarshi bo'ldi, ham fikr bo'ldi. Bir narsa qolib qoldi deydilar. Bir narsa qolib qoldi, men vaqt masalasida shuni so'rayman. Endi Amerikaning super powerdan cho'kishi bilan rayon xarakterli kuchlar chiqdi. Unda bo'lsa biz faqat Amerika taraf hozir necha vaqtdan beri Amerika bizning atalmış kishilik huquq da'vosi bilan qaysi da'voda bo'lsin kontrol qiladigan bir guruh kishilar. Shu Amerika taraf bizning da'voyimizni yetaklab menyapti ko'rinishda. Endi biz buningdan keyingi Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida bir Amerikaga yo'nib qilish kerakmi? Shu Trump hukumati chiqqandan keyin biz mush fursatdan foydalanib yana boshqa yangi yo'llarni yechishimiz kerakmi? Boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Shu to'g'ri bir qisqa javob berasizlar. Biz programmamizni oxirlashtiramiz. Bunuga men bir şeyde gap qildigan bo'lib qoldim. Hozir deganingizda oxiri ICC emas, bizningki chunki Xitoy ICCga imzo qo'ymagan. Xalqaro jinoiy ishlar nimasiga imzo qo'ymagan, shuni Xitoyning International Criminal Court imzo qo'ymagan, shundaqmi? Imzo qo'ymagan Xitoyni sotlay olmaydi ular. Unda biz necha vaqtdan beri namoyishda ICC deb yurganimizning hammasi bu quruq namoyish bo'ldimi? Mandaq ICC Mandaq gap. Dünyada iki tane sot var. Birincisi BDT'nin, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın adalet sotu var. Bu sotka xalq arz qılanmaydı, bir devlet arz qilish kerak. Bu BDT'ye a'zo devletlerinin hemmisine sotlayalaydı. İkincisi ICC, bu Avrupa'nın asas qilgan xalqaro jinoiy ishlar soti. Bu adalet soti o'zining ishini yetarli qilanmi deya, shuning uchun biz ayrim sot quramiz deb qurgan sot. Bu sotni itiraf qilgan va bu kelishimga imzo qo'ygan davlatlarni sotlay oladi. Buningga Amerika imzo qo'ymagan, Isroiliya imzo qo'ymagan, nima imzo qo'ymagan, Xitoymi?
Shuning uchun bularning hech qaysini sotlayolmaydi. Masalan, ICCning George Bush to'g'riliq soti var. George Bushni sotlaymiz deb. Ama Amerika bu sotni e'tirof qilmaydi. Ammo İsrailiyani bu sotga imzo qo'ymagan, nima uchun İsrailiyani sotlayotdi deganda, Falastin imzo qo'ygan buningga. Falastin ICCning nimasiga imzo qo'ygan a'zo davlat bo'lg'ashqa, bu jinoyat Falastin tuprog'ida bo'layotg'ashqa, Falastinning davosi shaklida bu jinoyatchini sotlayotdi Netanyahuni. Ammo İsrailiyada bo'lgan bo'lsa bu ish sotlayolmaydi. Endi Xitoyni ichilgan davo nima deganda burun ICC deb. Xitoyning Afg'onistondagi Uyg'urlarni qaytarib ketish to'g'riliq sot ichyapti. Ya'ni mana shu surgundagi hukumat deyilganlarning qilgan nimasi Afg'onistondagi jinoyat uchun Afg'onistondagi manchik Uyg'urlarni akatdi, manchik Uyg'urni bostirdi deb u ichilgan sot bu. Chunki Afg'oniston unga imzo qo'ygan davlat ICCga. Shuning uchun u Xitoyni sotlab ICCda bu jinoyatchi deydigan sot yo'q, unday ish yo'q. Uni qilolmaydi chunki Xitoy unga imzo qo'ymagan. Ammo mening deganim ICCga arz qilish emas. Mening deganim nimaga? Xalqaro adolat sotiga. BDTning sotiga, bu yerda bir davlat, masalan, hozir İsrailiyaning Netanyahu Falastinda qilg'ashqa Netanyahuning ICCdan tutish buyrug'i chiqdi. Xalqaro adolat sotida Janubiy Afrika arz qildi ularni. U yerda bu davoni ko'rib chiqyapti. Shu Netanyahuning ishi 2 yil sotdan chataq, ya'ni 2 yil yerda sotwa Netanyahu to'g'risida. Ama biz to'g'riliq sot yo'q. Yani hozir endi ikkinchi savolingizga o'tsak, bu mush Amerikaningki nimasiga qarab qolamdiq, boshqa davlatlarga egishamdiq degan bu nihoyat yaxshi savol. Masalan, qaramush ICC, Gaaga mushu sot qil qaraylar. Masalan, Amerika bizni qo'llagan inson haqlari u bu degan bir to'qay gaplarda samimiy bo'lsa, Gaaga sotida, xalqaro adolat sotida Palau degan bizning yenimizda bir orol bor, 20 ming noposi var. Shu Palauga sen Xitoyning ustida arz qil, men bir sot ichib qo'yaylik desa qila oladi. Ammo Amerika qilmadi. Bizni inson haqlari u bu deb qo'llashi Trumpning birinchi qarori bo'lsin yo Biden bo'lsin, bu hammasi so'sk silishdan boshqa narsa emas. Uyg'urlarni qo'llagan ish yo'q. Agar qo'llasa birinchi narsa BDTning adolat sotida nimani arz qila oladi. Xitoyni bir kichik davlatga arz qo'yib qo'yatdi, da'vo ichib qo'yatdi edi. Ammo buni qilmadi. Shu meni aytganim mush adolat sotida da'vo ochqizish uchun lobbichilik qilishimiz kerak Xitoyga qarshi. Ammo ICCda xalqaro jinoiy ishlar sotida shu Afg'onistonda yoki Xitoy shu imzo qo'ygan 124 davlatning birsida jinoyat o'tkazsa, shu yerni bog'lab ashinchilik sot ochalaymiz. O Netanyahuningidek sot ocholmaymiz. Shuning uchun bu gap. Endi Amerikaga tayinib qolamdiq deganda, hozir deganimdek mayli Gaaga sotida bo'lsin, xalqaro adolat sotida bizni hech qanday ish qilmadi Amerika. Ikkinchisi abay deganimdek diniy erkinlik masalasi qilib Kanadadagi Mehmet bilan ayadagi yana bizim Samatni yetilab diniy erkinlik deb yuriydi Ömer Kanat Malayziyaga berib. Buning hammasi yani bu Sharq Turkiston masalasi bilan aloqasi yo'q ishlar bu. Bizning ishimiz bir diniy erkinlik masalasi emas. Bizning ishimiz tuproq masalasi. 5 yil o'ylangan bir tuproqdagi bir ulusning yo'qotilish masalasi bu. Shunga Amerikaning hozirgacha kelgan narsasi bu, bizni akagan. Shunga Amerikaga biz kirib vang gapni qilishimiz lozim. Qilolmasak bu narsa mushta ketaverdi. Endi Amerikadan boshqa davlatlarga deganda albatta biz 70-80 yilning oldida bizning ko'nglimizga va jo'grafiyamizga eng yaqin bo'lgan do'stimiz Moskva bilan bo'lgan munosabatimizni buzmoqchi bo'lganlar bizga ziyonkashlik qilmoqchi degan suyumlik do'ppilik doining gapi bilan yuragimizdan Moskvaga yiqib olganligimiz uchun mag'lub bo'ldik. Bu qitimmi yana muqaddas Oqsaroyga nima qilib, yana muqaddas Oqsaroyga bag'rimizni, yuragimizni yiqib olsak, yana mag'lub bo'lamiz. Shuning uchun bizda hamma davlat bilan o'ynash, hamma davlat bilan teng paslashish. Ya'ni bu deganlik Amerikaga dushman bo'lamiz deganlik emas. Amerika o'zining manfaati uchun yer kelganda bizni indigenous people qilib qalqon qilib ishlatgan bo'lsa, bizmi o'zimizning manfaati uchun yo'q deydigan yerda yo'q deyishni bilishimiz lozim. Buning bilan Amerikaliklar bizga o'shib qolmaydi va mallarda bir azroq siyosiy ong va milliy g'urur paydo bo'libdi deydi shu. Undan keyin boshqa davlatlar va Xitoyga yaqin, ularga yaqinlashishimiz va bizning o'rtasida o'ynashni bilishimiz kerak. Endi bizning
Hazır geplerini çıkarsam külüp kettinglar da ben bir küldük işinin ahirini çıkarıp ötey. Bu bizdeki Allah'ım ya Rabbim bu bizden yeteklep mangan adamı kandak adamlar bu ya akademik emas, tarihçi emas, siyasetçi emas, hem nime emas da degan narsa. En bulupmu men tarihçilarning şu nimelerning akademik yaş akademiklarning jürigi va qo'rqmaydigan akademiklarning chiqishini arzu qilaman. Bo'lmasa jinim akademiklar, jinim qarindoshlarım, jinim tarixchi qarindoshlarım qaranglar. Bizning tarixchi deb yurgan adamimizning o'zining terimi bilan degan gapini men o'zining jumlasi bilan deb beray. Buni burun to'pla degandim ekrandimi deb beray. Bizning tarixchimizdan avval ma'vo qarindoshlar. Ya'ni o'zining terimi bilan deb beray. Suyumlik doppuluk dayining düşmanları olan Gomindan Xitaylarını çişidin tırnıqıç korallandırıp suyumlik doppuluk dairimizden askerleriyle uruştuğalla kimlerdi? Mukaddes Aksaray. Yani özünde terimi bilen. Bu akademiye, bu akıl ambırı bilen biz neye varmayız? Şuna biz hazırdan başlap oңşuluşumuz gerek. Oңşalmasak yokup kitimiz, fırsatlar degen toşkan o. Sekrep kiti vurdu tutuvanmasa. Ötüp ketiverse bu qitim biroq yo'qolib Abduxoliq Uyg'urning degandek, endi senda mal yo'q, kesib jon ketar degandek, bu qitim biroqla yo'qolimiz tugaymiz. Shunga Abay Nijatbek degandek, agar islohotni butunlay hamma programmani o'zgartimiz desak, yosh akademiklar maydonga chiqinglar. Men hozir akademik atalganlar berbatga yani. Nicat, sizning qo'shadigan qo'shimcha fikrlaringiz bormi? Shu İlgili yaxshi tushuntirdi buni yig'inchoqlasak birla nuqta borchu bu ilaqi Inglizlarning bir so'zi bor ilaqi hamma bir mekanning tuxumini birlashib ketmoqmaslik deb. Hem bütün ilaqi xalqaro munosabatim deydi ilaqi hiçbir davlatga o'zining xavfsizlik nimasini boshqa davlatga butun topshirib qo'yga olmaydi-chu. Agar Sharq Turkiston ulusining Sharq Turkistonning manfaatini o'ylaydigan ishimiz bo'lsa, biz hech qachon o'zimizning manfaatini bir davlatga butun taqdirimizni bir devletke koymasligimiz gerek ve Xitay bilen nima bo'lgan bu atrofda nurg'un mundaq xaritani ichib qarasak Xitoyning zamin masalasi bo'lmaydigan bir chegara davlatlar yo'qchu. Bu yerdagi hamma narsa oldimizgi yillarda Xitoyning kuchayishiga ergishib bizga texnik ko'p fursatlarni tug'dirdi. Buni endi o'ylash kerakchu. Bu yerda nalar bilan qanday harakat qilishimiz. Rahmat. Dilyarbek, Nijatbek, bugungi suhbatimizga oid o'ng'ush bo'ldi. Biz uzilib ketib qoldik. Chunki ishqinlarni tang ziyorat qilganim uchun bir savolga ishqinlardan javob berganliginglar uchun uzilib ketib qoldik. Shunday bo'lsa-mu, rahmat sizlarga qimmatli vaqtinglarni chiqarib bu ziyoratimizga qatnashganlardan ko'p rahmat. Ko'rganlarga rahmat. Bu ziyoratimizni chegacha Ko'p rahmat. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi shijoatdan ilhom olaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar.